Savol. Assalomu alaykum ustoz. Nur surasi 30-31 oyatlaridagi nomahram masalasida diqqat qilgan asosda o'zaro nomahram ayollar orasida qandaq bir qarindoshlikni islom qabul qiladi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Yat ayollar bilan zururiyat yoki jiddiy ehtiyoj tepilmagan ahvolda so'zlashish, ko'rishish va alohida qarindoshlik va odatda erlar, ayollar bilan ayollar o'rtasida bo'ldigandek do'stlik munosabati qurishga bo'lmaydi. Bu shaytonning hiyilasidan iborat bo'lib, oxiri ishqi muhabbatga va gunoh ma'siyatga elib berishi turg'anli gap. Bunda qarindoshlik bilan o'zini go'llaganlarning qandoq yomon oqibatga qolganligini ko'p anglab turamiz. Bu sababdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ansarlar bilan muhojirlarni qarindosh qilgandimi, er kishi bilan ayol kishini o'zaro qarindosh qilmagan. Nomahramlardan xabar olish yoki ularga ilm o'rgatish ishlarida xoli parang yoki uchrashish bo'lmay, ommaviy so'rinlarda o'zining ayollari yoki hamshirlar orqali ko'ngil bo'lsa bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va ayollarimo ko'ngil bo'lish va ilm o'rgatishda shunday qiladi. Erlar erlarga, ayollar ayollarga ko'ngil bo'lsa texmi yaxshi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom, 50-numurliq fatvo.